Xitoy osmonining o'zida yo'l yasab qo'yganini ko'rganmisiz? Xitoyda shunday ko'prik borki, u yerdan emas, osmondan o'tganday. Bu ulkan inshoot 300 metr balandlikda turibdi va eng hayratlanarlisi, u faqat 4 ta tros yordamida osilib turibdi. Shuncha balandlikdagi, shuncha nozik ko'prikdan hatto yuk mashinalari ham bemalol o'tib ketadi. Uning balandligi 300 metr, taxminan 170 qavat bino balandligi bilan teng. Eng qizig'i, ko'prikning kengligi bor yo'g'i 2,7 metr, ya'ni bir vaqtning o'zida faqat bitta mashina sig'adi. Ammo haqiqiy mo'jiza shundaki, bunday ko'prik 45 tonna og'irlikni ko'tara oladi. Ko'prikning ostida na poydevor, na tayanch, na ustun bor. Uni faqat 4 ta o'ta mustahkam po'lat kanat ushlab turadi. Bu mo'jizaviy ko'prik Xitoyning Xunan viloyatida qurilgan va maqsad uzoq, tog'lik, yetib bo'lmaydigan hududlarni bir-biriga bog'lash. Endi savol, siz bunday osmonda osilib turgan ko'prikda mashina haydab o'tishga jur'at qila olarmidingiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.